Qaranglar, ekanini pechkani orqasiga bunday qilib varag'imizni qo'yadigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, tutayapti. Ichini ochadigan bo'lsangiz, yoni ketayapti. Endi buni yechimini topishdi, qaranglar. Bunday qilib varag'imizni qo'ysalar tutamaydi. Bu nimaga aytsalar, do'stlar, ayniqsa yosh bolalarga agrajleniya qo'yib berishdi. Agrajleniya zo'r tomoni, do'stlar, yosh bolaning qo'li kuymaydi, to kuyguncha o'zini his qilib, ya'ni qo'lini olib olar ekan. Eng qizig'i 7 kilo ko'mirga 12 soat bu pechkamiz istarkan 40 kvadrat metrlik joyingizni bemalol istarkan. Tutamas ekan, garantiyalargacha bo'lar ekan. Xolasiz do'stlar 1200 gradusgacha chidaydigan, ya'ni kraskalargacha qo'yib berishar ekan. Dastlabki va kelishilgan holatda 25-dekabrgacha katta aksiya e'lon qilishdi. Eng arzon narxi 590 ming so'm, 650 ming so'm, 690 ming so'm, 890 ming so'm bo'ladi. Agar kraskalanmagani kerak bo'lsa, jicha arzonroq bo'ladi, shoshilamiz. Eng qizig'i, akalarimiz bitta pechkani bepulga berib yuboramiz deyapti. Shart qanaqa desangiz, pastdagi profilga hamda bizning profilimizga obuna bo'lgan bo'lsalar, 25-dekabr kuni prямой efirda sizlarni aniqlaymiz, istoriyaga hammasini qo'yamiz. Sog' bo'linglar.